Bugun sizlarga mana shu obrazimizni birdaniga narxi bilan obzor qilamiz. Siz esa videoni oxirigacha ko'rib, bitta like-ni bosib qo'yishni unutmang. Kepkamizdan boshlaymiz. O'zi umumiy olganda ko'rishingiz mumkin bejvi va oq kombinatsiya qilingan. Bejvi mana bu vodolaskamiz oq va bunga moslab biz Polo brendidan keydimizni taqdim etganmiz va skromniy va minimalizm obraz tayyor bo'lgan. Endi esa birdaniga narxi bilan obzor qilib beramiz. Loro Piano kepkamiz 249.900 so'm. Vodolaskamizga kelsak, Livale brendidagi oppoq vodolaskani berganmiz. Narxi esa 199.900 so'm va mana bu skromniy kurtkamizga e'tibor beramiz. Bejvi rangga ega bo'lib juda ham issiqqina bo'ladi. Uzungina kurtkamizning narxi esa 1.199.900 so'm va endi esa mana bu sumkamizga e'tibor beramiz. Charmdan ishlangan sumkamiz atigi 359.900 so'm va mandelishimizga e'tibor beramiz. Drap matoli bo'ladi. Uncha-munchaga katushka ushlamaydi. Narxiga kelsak 359.900 so'm va nihoyat keydimizning narxiga keldik. Polo brendidagi ushbu oppoqqina keydimizning narxi esa 359.900 so'm. Umumiy summani yozib qoldiring. Aynan mana shu obrazni Aynimoga kelib sotuvchilarimizga aytangiz, sizning o'lchamingizda ham mana shunday obraz tayyorlab berishadi. Aynimo imij zavqini his et.